11 savol. Avtomobil dvigatellarida benzinning to'liq yonmasligi natijasida demak karbonat angidrid suv bug'lari va is gazi hosil bo'ladi. Agar benzinning tarkibini faqat oktan deb qarasak, oktanning zichligi 0.7 kg taqsim litr, 16 litr shunday benzin yonganda 49 kg mahsulotlar hosil bo'ldi. Bu jarayonda qancha kilogramm is gazi hosil bo'ladi deb berilgan. Demak, bizlar massasini topib olsak bo'ladi, oktanni. Uning uchun zichligini ko'paytiramiz hajmiga. Zichlik 0.7 berilyapti, ko'paytiramiz. Demak, hajm ya'ni 16 ga. Shunda oktanning massasi 11.2 kg bo'ladi. Oktan. Oktanning formulasi demak uglerod 8, vodorod 18. Buni kislorodda yoqadigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi karbonat angidrid, is gazi hamda suv ajralib chiqadi. Suvning miqdorini topishimiz mumkin. Endi chap tomonda vodorod 18 ta, demak suvdan 9 ta hosil bo'lgan. Xo'p, endi hosil bo'lgan karbonat angidrid va is gazining tarkibida uglerod atomlari soni 8 ta bo'lishi kerak. Agar biz karbonat angidridda miqdorini x mol deb olsak, shunda x ta uglerod atom bo'ladi. Jami 8 tadan qolgan uglerodi is gazining tarkibida, ya'ni 12 x 8 minus x ga teng bo'ladi. Xo'p, oktanning massasi 114 bo'ladi. Demak, 114 gram bo'lgan vaqtda xo'p, hosil bo'lgan suvning massasi 9 ko'paytirilgan 18, ya'ni 162 gram suv hosil bo'ladi. Bizga oktanning massasi 11.2 gram bo'lishi kerak. O'sha vaqtda suvning massasi qancha deymiz? 11.2 ni bo'lamiz 114 ga, ko'paytiramiz 162 ga. 15.9, ya'ni yaxidlab bo'lganimda 16 kilogramm bo'ladi. Mana bu yerda ham kilogramm bo'lishi kerak, gram bo'lib ketdi. Demak, 11.2 kilogramm. Jam mahsulotimiz 49 kilogramm bo'lishi kerak. 49 dan 16 kilogramm suv bug'i bo'ladigan bo'lsa, buni ayirib tashlasak, 49 ayrilgan 16 qolgan, demak 33 kilogrammi bu is gazi bilan karbonat angidridga to'g'ri keladi. Demak, endi proporsiya qilamiz. Oktanning massasi 114 gram bo'lgan vaqtda karbonat angidriddan 44 x hosil bo'ladi. Plus is gazidan 8 minus x ko'paytirilgan 28. Bizda demak oktan 11.2 kg bo'lgan vaqtda is gazi bilan karbonat angidrid 33 kg bo'lishi. Ushbu tenglamamizni ishlab x ning qiymatini topib olamiz. Xo'p, x bizda kelib chiqadi 7. Bu degani karbonat angidriddan 7 mol chiqqan, is gazidan esa 1 mol hosil bo'lgan reaksiya davomida. Demak, karbonat angidrid 7 mol, is gazidan 1 mol. Ya'ni oktanning massasi 114 gram bo'lgan vaqtda is gazidan 1 mol, ya'ni 28 gram hosil bo'ladi. Bizda oktanning massasi 11.2 kg. O'sha vaqtda is gazi massasi qancha deymiz? 11.2 ni 114 ga bo'lib ko'paytiraman 28 ga. Shunda uning massasi kelib chiqadi. Hop, 2.75 kg. Hop, yuqorida mana bu yerda 16 kg ni yaxidlab bo'lib ketganimiz uchun javobimiz shunga mos chiqyapti. 2.75 demak 2.6 ga 2.6 bo'lishi kerak javob. Yaqin chiqyapti hozir. Biroz oshgan.